Nima qilyapti o'zi bu? Qizil olgan futbolchiga dalda berish o'rniga hammani oldida urishib tashlayapti. Shunaqa fikrlar umuman Islom Ismoilovni bu qilgan ishini qoralayotganlar ko'p bo'lyapti. Lekin aslida u yerda kim xato qildi? O'yin oxirida yutqazib turgan joyimizda provokatsiyaga uchib qizil olib nafaqat jamoani, balki butun o'zbek xalqining umidini so'ndirgan futbolchimi yoki uni bu ishi uchun tanbeh bergan ota-onadek bo'lib qolgan ustozimi? Hamma ham xato qiladi. Men bu futbolchini eng katta aybdor demoqchi emasman. Lekin shogirdining xatosiga tanbeh bergani uchun, urushgani uchun murabbiyni ayblash bu qanaqa o'ylash o'zi? Mana sizlarga bir misol. Havaskor boksda o'zbek boksi dunyoda birinchi o'rinda turadi. Nimaga? Chunki ularga nisbatan tartib intizom harbiycha. To'lqin Qilichev oddiy mashg'ulotga kech qolganda Bahodir Jalolovni nima qilganini ko'rganmisiz? Yoki 30 marta. Olimpisk chempion. Qayerda yuribsan-da? Senga attenna qilib aytdim boya. Umuman To'lqin Qilichev ayrim holatlarda shogirdlarni yutsa ham uradi, so'kadi. Lekin shunga yarasha natijalar ham dahshatli. Islom Ismoilov million marta shogirdlariga provokatsiyaga uchmang desa-yu, bir shogirdi muhim o'yinda zaxiradan tushib, qizil olib o'tirsa, undan yana nima kutish mumkin? Keyin aynan shu vaziyat uchun bu futbolchimiz sinib ketadigan bo'lsa, muammo Islom akada emas, o'sha futbolchining o'zida bo'ladi. Murabbiy vatan sha'ni g'alaba uchun uni urishdi. Yana shunaqa xato qilmasligi uchun. Keyin Islom akada xuddi shunaqa vaziyat Osiyo chempionati finalida ham bo'lgan. Bitta taymda ikkita shogirdi qizil olgan. Lekin qarang, mana ko'ring, yig'lab chiqib ketayotgan shogirdiga qanaqa dalda bergan. Italiya bilan o'yindan farqli ravishda bu qizilda futbolchi to'p uchun tashlanib qizil olgandi. Provokatsiyaga uchib emas. Yutganda uni xarizmali murabbiy dedik. Yutqazganda esa tanqid. Uyda o'tirib olib kimnidir ayblash boshqa, o'sha vaziyatda hamma bosimni his qilish boshqa. Xullas, xulosa qilish o'zingizdan.